Sen professorning ishini ayta. Men rost bilmayman. Boshliq. Nemachi tuzit qilasiz? Qandaq yo'l yo'rig'ingiz bor? Chansiman delosida vaqtni chingroq tuting. Agar Nanjing bilibli qolsa, cho'qim uni yeb ketadi. Mubadi ular so'roq qilib hech nima topolmasa, mas'uliyatsizlik qilish jinoyat. Bu chog'da o'zingizga otilib qilish mumkin. Tenjin punktning yuziga masat bo'ladi deng. Boshliq. Xinxiang, hey Xinxiang. Boshliq bir xush xabar aytibdi. Nanjingda birsi sen uchun gap qilibdi. Men uchun? Hey. Sen Kong bosh kotib bilan tanishadiganligingni bildiril desang bo'lmabdi. Kong efendi, men onunga muhofizatchi bo'lgan. Men texi uni meni unutib ketdimikin debdim. Ta'ling borkan, u seni unutib qolmabdi. Siz meni qandoq bir taraf qilmoqchi? Punkt boshlig'ining deyishicha, Chen professor haqida sen xohlagancha bir nima yozib bersang, seni Nanjingga olib berishga asos bo'ladi ekan. Kong bosh kotibmi odam qaytib kelsa bo'ladi deydi ekan. Meni aldayotmaydigan siz, Atrat boshliq. Boshliq boyla Kong bosh kotibning telefonini oldi. Xotirjam bo'l. Ma'qul, yozay. Atrat boshlig'i. Buni o'zing elib bilib, Kong bosh kotibga topshirib ber. Men elib olsam qandaq bo'ladi? Yura. Seni yo'liq sep qo'yay. Qaytib borgandan keyin meni yolmavuz deb tillab yurmajmi? Keyin u topshirman dedi. Men undaq bo'lsa yoz dedim. O yezib bo'lgandan keyin men berib ko'rib turishimga o to'satdan o'rindiqni ko'tarib beshimga birni urdi. Men o'zimni qochirishga ulguramadim. Ammo hoshimdan ketmagan edim. Yugurib berib eliqqa iqrornomaga qo'l uzatdim. U uni shartida elib olib, meni ishtirib yiqitibdi. Ondan yanchug'imdan ochqichni elib olib eshikka yugurdi. U eshikni ichishiga uningga qartib o'q chiqadim. Jarayon mushchu. Asabiylashibdi-da. U zada kommunistmikan yo? Yo'q. Jazman emas. U faqat odatdagi axborot savdogari. Hech kim bizning Tenjin punktida kommunist chiqqanini ko'rishni hargiz xohlamaydi. U iqrornomasida undaq demaginimi yaxshi bo'pti. Kommunistlar uningdan foydalangan.
Yuan Peylinning dilosi, Chen Simingning dilosi, hammasi shu kichikina pulning kasabiti. iqrornomani elib olib, Shenshangni o'ldirib etib, Liya tamoman oqlandi. Bu uning kutmagan yerdan chiqib qoldi. Aslida u ishni Liyaning iqtidorsizligiga döngep qo'yishni o'ylagan edi. Qaraganda uningga mumkin bo'lmadi. Bu odam endi texmi ko'p ishonchga ega bo'ladi. Boshliqning xonimi, boshliqning faqat ishligisi yo'q, Guangdong tarafga ketkisi bor deydi. O yutib olgan boyliqqa bizning butun bir noyimizni setib olg'ili bo'ladigan tursa ketmamtamsa, kunlarning birida ish chiqib qolsa qiladi. U ketsa, siz punkt boshlig'i bo'lamsiz? Yo'q. Amis Liya bo'lamdi. Ishkilimiz bo'lmaymiz. Nanjangdan odam o'tadi. Siz punkt boshlig'i bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Qanday deysiz? U chaqda hamma ishni bilib turatdik. Uyimizga bir apparat o'rnatib, siz xabar o'g'irlab kelsangiz, men telegramni beratdim. Telegramni berish bak qiyin. Maxsus o'rganimiz bo'lmaydi. Uning nemisi qiyin? Shuncha qiyin majonim o'rganib oldim-ku. Yana texi xatnimi? Qarang. Mao mening necha kun oyog'i yozganlarim. Mana nimaga qaraysiz? Xatga qarang. Buni Banchi o'rgatgan. Buni Vanchu sizga o'rgatganmi? Ha-a, O'qishni bilamsiz. albatta. Yuziching, yo'g'on tuxum. Men seni pishiraman. Qiziqmikan? Qiziq. Mushulan o'rgangan yerda telegram berish qanchalik ishdi? Siz cho'qim o'rganalaysiz. Meni o'rganalaydi demayman, amalingiz yo'q. O'rganalaysiz. Vanchu hozir qandaqroq turibdi ekan? O'cho qushqa o'xshash uchib yurganda. U cho'qim ko'ngildagidek artipib oldi. Mumkin. Nima bo'ldingiz? U texi yosh. Kimni yaxshi ko'rmadisa, shuni yaxshi ko'ralaydi. Сөйпең. Ameliyatda bizmi shundaq? Xohlagan odamimizni yaxshi ko'ralaymiz. Biroq bizning vazifamiz bak alohidroq emasmi? Shunga nima bo'ldingiz? Yig'ladim. Ko'mayyotamsiz? Nima ish qijiqlaysiz? Arsig'inib. Men texiyap bo'lmadim. Yuzaching, anglab turing. Dunyoda bir zo'lan batdi, u allaqachon qurbon bo'ldi. Men vanchoq yetmaydi ekanman. Xo'shtaqli sizni unutib ketadigan. Bizning xizmatimiz bak xatarlik, ham shafqatsiz. Odam o'ladigan gap. Muhabbatlashib, to'y qilib, balliq bo'lib, to'satdan bir kuni o'lib ketsa, yana bir odamni yolg'iz tashlab ketsa, men bizning bu xizmatni ishlaydigan odamning to'y qilish huquqi yo'q deb o'ylayman. Men bunday ishning yuz berishini xohlamayman. Biroq
Yegani bir ayol quchoqdagi bolasini ko'tarib qabri oldida eri uchun kuchi ko'ydirayotgan ko'rinish ko'z oldimdan ketmaydi. U keyingi kunlarni qanday o'tkazadi? Men Nailik dehqonlar uyushmasiga inqilobiy qurbonlar kinishkisi tarqitish bergan. Bir kunda 20 necha taqitdik. U tul qolgan ayollar siz degandek bo'lib ketmay, hammasi durust yuratdi. Tayxan shantig'idagi ayollarni siz ko'rib boqmagan. Nima ish ko'rmayman, onam shu yerlik tursa. Onangiz mishildab yig'lab yuramdi. Yo'q. Helim yaxshi biladi ekansiz. İnqilobga qatnashgan odam o'limni o'ylamay qolamdi. O'zining o'lishidan qo'rqmagan odam eri o'lib ketsa yashayolmay qolamdi. Mo'sha bir mezgil ichida Guanzhouga ko'proq berib keling. Uydagi narsalarni asta-asta yutkab ketaylik. Suypingni ilib olaymi? Erishib qoldingizmi? Bu ishni hech qanday odamga bildirishga bo'lmaydi. Yuz uchinga ishinatdingiz-ku. Ishinish degan nomi cheki bo'ladi. Ha, men. Shundaqmi? Men anglagan, lekin buncha tez bo'larini o'ylamabdi ekanman. Uqdim. Lu Chaoshan deganda qaytib keladigan bo'pti. U qaytib kelsa, yana boshqarma boshlab olamda. Davlat mudofaa ministrligi 2-mahkamasining mufattishi bo'pti. Eshakka mungiz chiqqandek ishda bu. Mufattishmish dehi. Nima qiladigan xizmat u? Nima qiladi? Jingjimindiga uylanchikka tayinib, bu yerga kelib bizga hayvisni ko'rsatmamdi. Uni siz ketkizib o'tgan. Qaytib kelsa, sizga qanday qara? Beparvolik qilmoqchimi? Onunga sal qarashqa bo'lmaydi. Ko'zga ilmagan putqi cho'moq degan shu-da. Yüzachang Lu Chaoshanga gap yuguzaraydi. Bugun xonimimni uzitish yuzidan ishqinlarni tamoqqa taklif qildim. Yangam nega bormoqchi? Guangzhouga. Meyacha, u yerda uzun turamsiz. Borgandan keyin ahvolga qarayman. Anglasam Lu Chaoshan qaytib keladi ekan. Men ozroq anladim. Siz bilan aloqalashmadimmi? Bir cho'gilabla Davlat mudofaa ministrligi 2-mahkamasining mufattishi bo'lyapti. Anglasam Tenjinda bir mezgil turamish. Garnizon shtabi kutib oladi ekan. Bizning Tenjin punkti bilan munosabati yo'q ekan. Kibr ko'rsatganlik qo'y bu. Meningcha, u sizdan xijil bo'lgan ekan. O'z vaqtida u sizning tomog'ingiz bilan xalqning g'amini tangigan emasmi? Ziching, undaq deganingiz bilan u hozir nihoyat mamnun. Akangiz ilgari uni jazolagan. Endi ishchamonlik qilib bizni osal qilmas. U qanchalik odamdi? Liyani bir nima qilsa bir gap, akamga tegalamdi. Zichang, ish undaq oddiy emas. Bayila xabar keldi. U Beypingda Mahansanning qo'l ostidagi 10 necha odamni tekshirib jazolabdi. Mahansanning salohiyati ko'na. Yiltizi meninkidan cho'nqur tursimi, u poshma demabdi. Uningdan nazar aylasak bo'g'dik. Anglasam u texi maxfiy ishlar idorasining vakili salohiyatida cho'nda fangziga e'lon qilgan o'lim jazosini nazorat qilibdi. Shuncha muhim ishga qo'yibdi. Shu emasmi? Beypingda bir do'sti bilan tamoq yeb deb mening masalamni undaq ig'ir, bundaq ig'ir deganda gaplarni qilibdi. Amaliyoti Mo'lyanchim bilan bo'lgan kichikkina ish qo'shu. Undaq bo'lsa, rosa zaraylasak bo'g'dik. Qarg'ani men bu ishdan oddiy chaqlab qoptiman. Sizning Lu Chaoshan bilan shaxsiy munosabatingiz yomon emas edi.
Vaqti kelganda siz arg'a tushib siliqlashtiring. O'z vaqtida qoida bo'yicha ish qilgan edik-ku. Xotirjam bo'ling, cho'qim tirishiman. Farzimcha, Lo'choshan fursat topsila, Liyani bo'sh qo'ymaydi. Ayni chog'da Liya Lo'choshan bilan Lo'yishining naq qilmishini tutishda qilta qurgan bo'g'imiti ya. Bu mumkin. Ish qilib Liya uningdan bezor edi. Yaqinning yoqi atrat boshlig'ining harakati baksirliq nima ish qilyapti ekan? Lilla gap qilganda atrat boshlig'i xizmatda nihoyat tirishchan. Lo'choshan atrat boshlig'idan o'ch oladiganmi? Bir bahonasi bo'lishi kerak-da. Bahona topamanli deydi ekan, cho'qim topalaydi. Atrat boshlig'iga o'xshash davlatga sodiq odam nihoyat oz uchraydi. Başkumandan Juda, muavin başkumandan Pung Befayla bugün Cungu Xalq Azadlık Armiyasining xitobnomasini e'lon qildi. Xitobnomada Jang Jeshini yo'qotib, butun Junguni azod qilaylik degan shior o'tirg'i qo'yildi. Hamda 8 turlik asosiy siyosat e'lon qilindi. Men muavin boshliqlik o'rniga chiqqandan keyin Liya atrat boshlig'ining ko'nglida menga sal g'o'mibodek turdi. Liya ko'ngli ko'ksi kang odam. U menga sizga bak qo'l qo'ydiganligini aytgan. Rost shundoq dedim-a? Rost deyman. Texib bir qitimli emas. Uning odatda sizni nihoyat hurmatlaydiganini his qilmadingizmi? His qilishni-ku his qilgan. Biroq chin ko'nglimmi emasmi bilmayman. Chin ko'nglidan. Rostini aytsam aka, men chin qalbimdan Liyaning menga samimiy muomala qilishini umid qilaman. Siching, Lo'choshan bu qitim qaytib kelganda cho'qim qo'saq ko'pigi bilan keladi. Siz akangiz uchun gap qilib qo'ying. Biz raqiblar emas-ku. U nima qilaydi, ha? Buning qizichini gap qilish ketamda. Uning gapiga quloq solmang. Yomonlik qilmasangmi, omonlik tila deydigan gap bor-ku. Shundaqmi? Xotirjam bo'ling. Gap qilib qo'yishda chatoq yo'q. Biroq u mendek bir ko'ni do'stining yuzini qilamli qilmamdi. Buningga bir nim deyolmayman. Mas bo'p qolmagansiz? Yo'q. Tomoq yesa yer og'dirgandan bekerak yerib ketadi ekan. Bir sikiribdi.
yo'q bo'lishi mumkin. Nemin deysiz? Maxfiy tingshig'ish. Meningcha yo'q. Heliqi bizning gapimizni anglay oladigan bir nima-mi? To'g'ri. Apla. Kataka yoshirib qo'ygan cho'kaltinlar yutib ketmagandi. Sizdan kimdi? Pastlik odam. Onundan boshqasi yo'q. U nim qilmoqchidir. Mening ko'kalamni tutib meni o'zi bilan savdo qilishga majburlamoqchi. Ko'kirib turadigan bir muttaham shunchalik yomonmidi? Onundan ansiramayman. Ansiraydiganim Liya. U emasdi. Hay, nega borsiz? Nemishqa tassa deyanmaydi. O'xshamaydi. Ichigirak. U xonimning ketiman, Guangzhouga boraman, yo kelaman yo kelmayman deganini anglab, meni yig'i tutib ketganda yutamni chimdab o'zimni tutib oldim. Mening inqilobiy engim tuvanlab ketdimi nima? Meningcha undaq emas. Emas, shundoq odamlar ketaman desam qangshirim aytishyotdi-ku. O eski odam emas. O'mi dehqon oilasidan chiqqan. Uzun vaqt birga turgandan keyin mehringiz tushib qolgan gap. Bu inqilobiy ang bilan munosabatsiz. Ikkisi ikki ish. Biroq men tutunbegini xotini bilan gaplashganlarni ko'rashga tatqan. Ko'rash degan shundoq bo'ladi. Vaziyatga, o'ringa, vaqtga qarash kerak. Boy siz vaqt uzarsa mehr tushib qoldi dedingizmi? Albatta, it mushuklarga o'xshash. Vaqt uzarsa mehr tushamda. Albatta, boy dedim-ku. Emis nemish sizning menga mehringiz yo'q. Albatta, bor, nemish qilib bo'lmaydi. Ko'nglimni ayatyapsiz, a? Ko'nglingizda oyimidan rostlayapman. Men ketib qolsam yig'lamsiz. Yig'lash degan har xil bo'ladi. Yosh aqsili yig'ilgan bo'lmaydi. Azoblanishmi bir xil yig'lash. Odam yo'q yeg berilib donq etib o'ltirish. Ish qilib siz ketib qolsangiz men yig'layman. Ishonaman. Shuncha uzun bo'lgan tursa, mehr muhabbat bo'lmay mumkinmi? Siz gapga usta. Söйpi. Biz hozir pichoqning bisida. Deraza sirtida miltiq patlanib turgan bo'lishi mumkin. Siz meni baq qaltis his qilishingiz mumkin. Rostdan aytsam, ushtum tot bir pay o'q tegib, yagi yiqilishga ko'nglimda doim tayyorlab turaman. Undaq gap qilmang. Biz g'alaba qozong'ich yashashingiz kerak. Süper. Aytanga, bundoq ishni tashkilga doklad qilish kerakmi, qandoq? Menimcha doklad qilish kerak. Bu o'rin nimanda qattiq? Ha? Qandoq yatdingiz?
bir obdan turmamdi. Bugundan boshlab siz karvatda yiting, men pastda yotay. Ko'nib qoldim. Siz karvatda yetavering. Bo'lmaydi. Bu qitim sizning gapingizni anglamayman-jimi? Yana meni karvatda yiting desangiz, ostingi qavatga tushib yotaman. Bo'lmasa bunda olsun. Bugun men yana bir qitim o'sha yerda yetib olay. Hatta men karvat yatay. Siz bu yerda yiting. Bo'lamdi. O'zingiz dedingiz-jimi? Ularning birisi taqozolik ilkida, yana birisi ziddiyat ilkida edi. Mushundaq jiddiy vaziyat ostida ata ularga o'xshash bo'lmagan kelgusini baxsh etadi. Agar bir-birisiga mehri tushmagan bo'lsa, hamma ish o'zligidan g'oyib bo'lgan bo'ladi. Biroq bu qitimliq ushtum-tut quchoqlashish ularning ko'ngil rishtasini bir-biriga chirmashtirib etdi. Endi uni yeshib etishga bo'lmaydigandek qiladi. G'arbiy Shimol dala armiyasi Chingjian shahrini ishg'ol qildi. Jang 13-iyul kechida boshlangan bo'lib, dushmanning boshqadan tashkillangan 76-shisi Taltukus tarmar qilinib, Shijangni Liaoang o'zini o'ltirib oldi. Shtab boshlig'i Liu Shijao asirga olindi. Bugun G'arbiy Shimol dala armiyasi Suydonni ozod qildi. Ozg'in kunda Vayobonni ozod qiladi. Jibi ozodlik ovozi radio stansiyasidan anglatish beryapmiz. Sizlarni döt desam e'tirof qilmaysizlar texi. Qo'linglarda ikki jip uchitirib, yana ularni qajirib qo'yibsizlar. O'quvchilar darvozani to'sib olib, vaqtida kiramidik. Odamni g'o tutamabsizlar. Bosmaxonning mashin uskunlirchi. Yo'tkab ketibdi. Meningcha sizlar döt emas. Hamoq etgansizlar. Yo'qol. Xo'p. Ochig'ingizni besfilang muam boshliq. Men sizga o'xshash masalaga yo'liqdim. Yer osti bosmaxondagilar qechib ketibdi. Quruq yerga hujum qildik. Ko'nglingizni kang tuting. Tutib olsangiz xizmat ko'rsatasiz. Tutolmasangiz hech nima bo'lmaydi. Meningcha ba'zi ishlar talayga bog'liq ekan. Tushkunlik. Buni Xaylon suv mahsulotlari shirkatidagi shu xo'jayin menga sovg'a qilgan edi. Menga lozim yo'q. Buningdan xonamingiz bahrosin. Bak qimmatli narsa bu. Voy. Mening yonimda tursa qimmatli narsa bo'ldi. Xonamingiz ishlasa yarshimliq narsa bo'ldi emasmi? Bo'ldi, takal o'qib ketma. Ma'qul. Yangangizning o'rnida sizga rahmat aytaman. Muavin boshliq. Nimishqa yangam bilan bolaliq bo'lmaysiz? Uyovat bo'ladi emasmi? Bu dardimni kimga aytaman danga? Uning qo'sig'ida qolmayotmamda. Odamning yuzini tushirib. Doktorga ko'rsatib boqmamsiz. Anglasam, meditsinada bu kasalni davolay oladi ekan. Ko'rsatdik. Voy, bo'ldi, bu gapni qilishmaylik. Odamning o'g'zini qaytib, menda yangi choy bor. Shu choydan ichaylik. Xaylon suv mahsulotlari shirkatiga choy xo'jayin bir do'kon ochib ekan. So'zi yaxshi bo'layapti. Meningcha yangam shu yerga berib qarshi bas bo'g'dak. Ish ko'p emas ekan. Pulni xili ko'p berdi ekan. Uma? Bo'lmaydi. Xotin kishi degan uyda tamoq asili bo'ldi. Anladingizmi? Luchovshan qaytib keladi ekan. Ne keldi ekan? Mushaga. Nima amal bilan? Ikkinchi mahkamaning xos xodimi. Maxfiy ishlar idorasiga kelmaydi ekan. Bu qitim garnizon shtabiga qo'yib qo'yibdi. Nima ish qiladi ekan? Davlat mudofaa ministerligiga qarashli ishlarning hammasini boshqaradigan o'xshaydi. Ya'ni texi punkt boshlig'ining ishlarini surishti qilishning shapsini chiqarib qo'yibdi.
qayta hesab og'ili kelgandek turdi. Sizmi ehtiyot qiling. Mening taqdirim davlatning taqdiri. Mushundaq munofiqlar shuncha qadrlanib kelyapsa, men farqi davlatning kelajagidan ichimdan andish qilib qoldim. Bilayzuk sovuq qilish, balaliq bo'lishga ko'ngil bo'lish, xizmat tepib berish. Liyaning gap so'zlarida bir maqsadi bordek. Yana texi bu maqsad Suyping bilan zich munosabatlikda qiladi. Nima maqsadi bor? Ularning ayollik munosabatidan gumonlangan. U buni xiyoliga keltiramo. Bugun to'satdan bu gaplarni qilishi tunugun yoki o'lish kun biray ish yuz bergandan derak beradi. Nemish bo'lganda? Tunugun oqshom uyga kirgan odam Liyani. Vay. Men. Asl nusxasini maxfiy hujjat ishxonasiga topshirib, men bir nusxa ko'chirib hozirlab kelpa. Aras. Men bir fotoapparat og'ash kel. Atishiltiman. Farqi davlatdan jahon tursa bu, Luchovshanning xolig'ini qilib ketalishiga ishonmayman. Uning o'chilishidan qo'rqib qolmayman. Biroq mening tushunmaydiganim nemishqa shundaq odamlar doim qadrlanib, siz mendek sadoqatmand odamlar yaxshilik erishamaydiganimiz. Urug' tuqqanchilik. Yar birodarlik munosabati. Tarixdan bu yangi xon podsholarning qaysi biri shundaq qilmagan? Kelgusidimi yana shundaq bo'ladi. Amsa bizning uchun jon tikimiz. Davlat uchun. Bu gapni men anglag'ala 10 yil bo'ldi. Agar men Luchovshanning bo'htoni bilan o'lib ketsam, go'rimda tik o'ltiraman. Unchalar tushkunlashishdan hojati yo'q. Sal ehtiyot qilib qo'ysangiz bo'ldi. Kiring. Ma'lum boshliq, siz degan narsalarni akeldim. Qo'y. Chiqay. Luchovshan ya jingjimin bo'lmasa, unchalar g'am qilishdan hojati yo'q. Ati davlat ishlari yig'inining vakillari ekskursiya keladi ekan. Bu narsani ishiltatdim. Ha? Oldida sizni bir tatib qo'yay. Kulib turing, ha? Kuling, ha? Kulanmayman. Voy. Osmon o'rilib tushmaydi-ku. Qarang sizni. Ha, kuling, ha? Ay, bo'lmadi. Ho'miyib tushib qoldingiz. Ozroqmi kulki yo'q. Mana qiling, atraf boshlig'i. Putingizni mingashtirib o'ltiring. Ha, chaqirsa eti sepiba harakat atratining qo'shimcha axborot boshqarmasining boshlig'i bo'lgandan keyin surligirak o'ltiring. Ha. Yaxshi. Hamda qiyaptingiz yaxshi bo'ldi. Sal kuling, ha? Putingizning uchini sal yuqori qarting. Ha, yaxshi. Yaxshi bo'ldi. Ko'zingiz yumilib qoldi. Yana birini tatay. Suratga tushdim, ben qo'rqatdim. Tatang. Yaxshi. Bo'ldi. Tatib bo'ldim. Buni uyingizga avatib bering. Toz salobatlik chiqadi. Bo'ldi. Bir necha kundan keyin sizga birini yuyib cho'ng'aytib beray. Rahmat. Ma'lum boshliq. Rost gapni qilsam, bu punkt ichida men faqat sizga ilishinaman. Atraf boshlig'i tuzit qilmang. Yana birdam o'ltirmamsiz. Bo'ldi. Men qaytay. Bekor bo'lsangiz kirib turing amisa. Muşdan bilan chiqamdi. Bu nima? Hay. Doğrulangan su. İçişki bo'lmaydi. Men ajab hech nimani ko'rmadim-ku. Siz ko'rdingizmi? Liya ekan. Rost shumikan? Jazman shu. Eshitmang kuchigi. Nima ish qilsiz? Nima qilsiz? Akila, men bering, ha? Men bering. Nima qilyapsiz? Chiqib aytaman. Uni chiqib nima qilsiz? Akila, deyman. Qo'yib ayting. Qarab beqing buning saplig'iga. Az deganda bu 10 kal keladi. Liya eski odam bo'g'ini bilan bular eski emasda. Bildim.
Sizmi punkt boshlig'iga o'xshash boyliq mastaniskansiz? Buni katakdagi cho'kaltular bilan birga qo'yib keyin tashkilga topshirib bersak bo'ladi emasmi? Bu boyliq mastanisi hozir birlarni qurollandira oladigan bo'ldi. Bu yaxshi emasmi? Siz Liya qandaqda qabul turmoqchi? U bak yiligarkan o'g'irliqchi uyga kirginni ko'mamdigan. Sizga deb qo'yay, Liyani ko'rsangiz, baldir qandaq qilgan bo'lsangiz shunday qiling. Yana saxtibazlik qilamdimi? Ha, shunday qilasiz. Xalq sizga belazlik so'q qilgan tursa, uni ko'rganda baldir qudimmi qizg'inroq bo'lsangiz bo'ladi. Bildingizmi? Onkala. Hey! Ras o'q. Bundan keyin ras o'q bilan to'singlar. Oldi bilan osmon qartib etanglar, anglamasa ras etanglar. Yalg'ondan popoz qilibasi o'quvchilar bilib oladi. Ondan kim qo'rqdi undan? Ras adamdoq. Ras etanglar. O'quvchilar nimadan qo'rqdi? O'q chiqarishdan qo'rqdi. Siz qo'rqmang. Masala chiqsa men mas'ul, ha? Mufattish, maxfiy ishlar idorasini biraylan ko'rish kelgapti. Yuzajon? Shula kelishni xohlaydi. Sen qaytib tur, kirson. Lo mufattish, bu yoqqa qadam tashrif qilibsiz. Oldingizga chiqamabdimi? Ma'un punkt boshlig'i. Menga shunday tuzit qilamsiz. O'tiring, o'tiring. O'tiring. O'zgarmabsiz. Mening muavin boshliqligim taqdi yo'lbos bo'lmasa maymun podsho bo'pti degandek ish. Agar siz bo'lgan bo'lsangiz mendek arzimas odamlarga nada turibdi? Joyida bo'pti. Menimcha siz punkt boshliq bo'lsangizmi bo'ladi. Undaq degili bo'lmaydi. Mening bo'yimni oltindan qilib olsangizmi men yana bir jo'ngsho. Bu chaqchaq emas. Hargiz chaqchaq emas. Bu jinjoning hiliqi xubiyan ishlarni siz bilmamsiz. Sizmi oz yordam qilmadingiz, xudayman. Aka, gapingizni toza tushunamidimmi? Ko'nglingizgami? Ko'nglingizgami? Men yaxshilik qilganni biladigan odam. Liya qanaqroq? Yanala aldirash. Hiliq Chensimin professorning ishi menga toza ayon. Shangshiani qurbonlik tutib berdi. Bu soldagi ilmikarni biladi. Faqat ilmikarni biladi. Ayni chaqda men ashu paskashning qo'lida mo'llaq qatdim. Punkt boshliq bilan Liya sizga kelishni avval qilganda qachon? Xalqning buyrug'i bilan kelmasammi, sizga salom bergili kelsam bo'lmaymikan? Yana bir jihatdan aytganda, men kelmagan holatda sizning maxfiy ishlar idorasiga berib yo'qlab qo'yish yo'lingiz yo'qmi? Shuncha yil birga ishladik. Mehr muhabbat yanada bor. Siz bu yerda vazifa ijro qilganda maxfiy ishlar idorasidan ozdir ko'pdir yordam tegib qola. Hech yo'q. Bu qayta men asosli o'quvchilarning g'avg'osini hal qilish uchun keldim. Ish bajarish o'rnim garnizon shtabida. Odam tutishga soqchi darsi bor. Men maxfiy ishlar idorasining mufattishi emas, balki davlat mudofaa ministrligi 2-mahkamasining. Qarang. Bundaq desangiz men nimani deya olayman? Biz degan do'st. To'g'ri. Albatta, biz degan do'st. Bastirish. Ular bastiryapti. O'quvchilarga o'z majburiyatining nima ekanligini bildirib qo'yaylik.